Kat urug'imiz. Kat yo'lni yoqqanda kat yo'l ошибка beradi, yer topmas. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Mana shu krani bor, mana. Mana shu kranni ochsanglar, bosim ko'tariladi, mana. Bosim ko'tariladi. 1-1,5 qo'ysanglar, E9 ошибка yo'qoladi. Mana yo'qoldi. Kat yo'l ishladi. Agar shu holatda ham ishlamasa, servis sentrga aloqaga chiqasizlar. Sizlarga to'g'irlashda nimaga yordam berib yuboramiz. Sog' bo'linglar. Kuzatganingiz uchun rahmat. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Kat yo'limiz urug'imiz. Bu kat yo'lda shunaqa holatlar bo'ladi. Mana sira berib yonmay qolishi mumkin. Shunaqa holatlarda nima ish qilish kerak? Kat yo'lda ошибка beradi. 3 marta urinadi bu kat yo'l. Uringandan keyin ошибка beradi. Mana ko'ringlar. Hozir mana 3-chisida E1 ошибка beryapti. Bu payt gaz o'chiq bo'lishi mumkin. Gazni ochasizlar. Reset knopkasi bor. Bosib olasizlar. Ошибкаdan chiqdi. Hozir kat yo'l yana yonishga harakat qiladi. Mana yondi. Shuni kuzatib boringlar. Agar shunday ham xatolikdan chiqmasa, sizga aloqaga chiqsangiz bizga yordam berishga harakat qilamiz. E7 xatolik bu kat yo'llarda bo'ladi. Bu kat yo'limizning E7 xatoligi nimadan bo'ladi? Asosan mana shunaqa trubkaga qistirib qo'yiladigan datchik bo'ladi. Bu datchik ishlamay qolsa E7 xatolik beradi. Agar shu datchikni tekshirishni ham sizlarga hozir ko'rsataman, shunda testerni oling. Testerni 60 kilo ohm degan 60 k degan pozitsiyasiga qo'yib olamiz. Mana tekshiramiz. Mana shu yerda ikkita gnezdosi bor. O'sha bilan shundoq ko'rsak, mana hozir tekshirilganda mana 19:7 gacha masalan bu datchik ishlashini bildiradi. Mana shu kat yo'limizni yana kuzatib borsanglar, yana ошибкalarini ko'rsatib beramiz. Bizni bilan qolganingiz uchun rahmat. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Razvodka. Kat yo'limiz bo'g'iz. E3 ошибка beradi. Nima holatlarda bu E3 ошибка beradi? Birinchidan E3 ошибка nasos ishlamagan holatda sirkulyatsiya yoki men hozir peregrev datchikga nima qo'ydim. Teploobmenlikda daraja juda 90 dan baland bo'lib ketsa bu datchik ishlaydi. Bu holatlarda bu datchikni tekshirish yo'llari mana shunaqa prozvodka holatga qo'yib, mana holatni tekshiriladi. Bizani kuzatib borsanglar, hali sizlarga yana ham bundan ham qiziqarli videolar qilib beramiz. Bu ayniqsa yangi o'rganuvchilar kat yo'lni remont qilishni o'rganmoqchi bo'lganlarga juda kerak. Biz bilan qolinglar. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Kat yo'limiz bo'g'iz. Hozir bu kat yo'lni sizlarga tushuntirishni qilaman. Kat yo'l ishlaydi. Mana shunaqa holatda E2 ошибка beradi. E2 ошибка nima u? E2 ошибка ventilator ishlayotgan yonida datchik bor. Ventilator ishlayotganligini sezadigan. Uni ham bir kun sizlarga qanaqa sezadi, qanaqa ishlaydi, uni ham o'rgatib beraman.
Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kuzatib boringlar. Boshqa kat yo'llarni ham qanaqa kat yo'llar sizlarga video qilishimni aytsanglar, men qilib beraman. Kat yo'llarni обычный ошибкалari mana shu yerda bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin.